Hozirgi kunda garoxo'y materiallar juda ham trendga chiqdi. Bizga qanaqa воздушный effektda organzaga o'xshagan shifonoviy versiya material kelgan. Katta garox juda ham zo'r. Bunda bluzkali, ko'ylakli ko'p narsa qilsa bo'ladi. Oldi bo'yinladigan versiyalar qilsa ham bo'ladi. Chiroyli narsa ko'ringlar. Mana воздушный kim qidirib yurgan bo'lsa, bemalol bizga kelib olsanglar bo'ladi. O'zingizga qo'yib bemalol. Hop, bunga o'zi bizda komplektida xuddi shunaqa melki versiya kelgan. Bular o'zida shunaqa komplektning narsa edi bu. Если shtoga nabog'liq xatiga turib detal qilib yoki kombinирование qilib ishlatsa bo'ladi. Hech qachon modadan qolmaydigan qoraga qizil sachitaniya. Ko'ringlar mana. Bu ham xuddi o'sha aytganimdagi o'zini воздушный effektiga ega. Rangi qora fon, qizil garox. Turishini ko'rasizlarmi? Ko'rsanglar bo'ladi. Kimgadir bunisi qaysi bir yoqsa bemalol bizga ma'muriyat yoqtirib murojaat qilsanglar bo'ladi. Mana rangi ham juda ham zo'r. Bu основasi горчичный rangda. Hop, ma'muriyati shokoladniy. Ko'ringlar, juda ham zo'r. Hop, ma'muriyati xuddi shuni o'zini shokoladniy fon, горчичный saruvda полностью yana kruгli garoxlari bor. Juda ham zo'r sachitaniya. Ko'ringlar, bu черно-белый variant. Ivory fonda garoxlari qora. Bu trend. Dolce Gabbana ham полностью chiqargan. Qo'shadiga qilib sloy-sloyli ko'ngilli qilsanglar bo'ladi. Zo'r narsa bu. Xuddi shuni наоборот versiyasi mana. Buni ham xuddi shunaqa sachitani ham qilsa bo'ladi. Xohlasanglar отдельно. Ranglariga ahamiyat beringlar. Hammasi cho'tki narsalar. Oxirgi rangi, mana ko'ringlar. Juda ham zo'r. Mana shu rang o'zimga ham rosa yoqdi. Приятный juda ham. Ranglari qaranglar. Основasi pudra, bordoviy и garox. Bu наоборот versiyasi. Ko'ringlar. Juda ham chiroyli narsa. Bularga zo'r tumachalar, yoqali, hamma narsamiz bizda yetarli. Kelsanglar showroomga bemalol chiroyli narsalar qilib beramiz.